Ona bilan singil umuman odam emas. Bu do'stim, yaxshimisan? Rahmat, ishlaring bo'lyapti mashina. Ha, rahmat. Uydagilar kir mashina olib kelgan ekan. O'shani birorta sherigim bilan borib o'rnatib bergan. Men uzoqroq dedim, o'rnatisholmayapti ekan. Bo'ldi, hozir boraman mashina. Xo'p, rahmat. Ana bo'ldi, oyog'ini to'g'rilab qo'ysak. Aka, zo'r ekan-a. Niyat qildim, uylansam bitta shunaqasidan olaman. Nimaga uylansangiz olasiz-ku? Aka, xotinim qo'lda kir yuvmaydi-ku. Hozir kim yuvyapti? Onam bilan singlim yuvyapti. Nimaga shunaqasilar? Ona bilan singilni odam emas deb hisoblaysizlar o'zlaringcha. O'tgan safar ham hayron qoldim. Bitta zo'r mashinani ko'ryapsiz-da, xudo xolasa uylansam bitta shunaqasini olib keliningizni solib yuraman deysiz-ku. Mulozamat birinchi ota-onaga qilinmaydimi? Shularga qilib duosini olsangiz, xotin ham, mashina ham hamma yo'q, keyin bo'ladi-yu. Sal kallani ishlatinglar. Aka, to'g'ri aytasiz. Jiddiy ochlik qilib qo'ydim. Bunaqa narsalar zo'rni qayerda sotadi? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Shu do'konni menga maqtashgan edi, maishiy texnikalari arzon deb. To'g'ri aytishdi. Bizning do'konimizda nafaqat arzon va sifatli narsalar sotiladi. Siz nima xohlardingiz? O'zi yuvib quritadigan kir mashina bor ekan-ku, onamga shundan bering aka. Kir mashinalarimiz 400 ming so'mdan boshlanadi-ku. Avtomat kir mashinalarimiz 2 milliondan boshlanadi. Xo'p, hozir siz mana hozirgi kunda trendga ketayotgan 2 million 799 ming so'mlik avangard kir mashinamizdan oling. Sifati ham, ishlashlari ham, quritib berishlari ham 90%. Bundan tashqari bizning do'konimizda chinni va uy ro'zg'or buyumlarini topsangiz bo'ladi. Va chinni ahamiyatli Telegram, Instagram sahifasiga obuna bo'lganlarga chet elga sayohat qo'yganmiz. Zo'r ekan, kir mashina olib borib onam duosini olsam, chet elga sayohat yutib olsam, onamni o'zini yuboraman dam olishga.